Assalomu alaykum hammaga. Shoh Logist YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan yana amerikanskiy logistika haqida gaplashamiz va bugungi tanlagan mavzuyimiz tracking kompaniyasini ochishda yo'l qo'yiladigan 5 ta xatoni aytib bermoqchiman. Bu 5 ta xato hech qanaqa internetdan olingan yoki biror bir joydan emas, bu o'zim hayotimda, tajribamda menga berilgan savollardan ko'rib kelgan, paytgacha yig'ib kelgan narsalarimni asosida ko'rgan narsalarimni sizlarga aytib bermoqchiman. Bu ko'pchilikga foydali bo'ladi, sababi bu hamma narsasi tajriba asosida yig'ilgan va bu narsalarni sizlar qilmasliginglar kelajakda bir necha yil biznesinglarni oldinga yurishga yoki bo'lmasa kelajakda qilishinglar mumkin bo'lgan xatolarni oldini olishi mumkin, vaqtinglarni, pulinglarni saqlab qolishi mumkin. Agar siz hali ham Shoh Logist kanaliga obuna bo'lib qo'ymagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, videoga like bosib qo'ying. Sababi shu orqali biz sizlarga ko'proq ma'lumot beramiz. Bizani shu orqali qo'llab-quvvatlaysizlar va logistika to'g'risida, amerikanskiy logistika to'g'risida zo'r videolar qilishni biz davom ettiramiz. Demak, birinchi xato haqida gapiradigan bo'lsak, bu xato moliyaviy xato, ya'ni finansiy xatolar deb aytaman. Bularga juda ko'p turi bor. Birinchisi, misol uchun, tracking kompaniya ochayotganda uni startup deb qaraydigan bo'lsak, o'sha startup tracking kompaniya ochishi narxlari, ochishga ketadigan investitsiyani juda ham past baholashadi. Ba'zida, ya'ni men owner operator olaman, insurance olaman, yana bir ikkita xarajatlarim bor, ofis arenda, boshqa narsa, bo'ldi, boshqa hech qanaqa xarajatim yo'q deb ishni boshlashadi. Bu juda ham xato deb bilaman. Sababi biznesni boshlaganimizdan keyin chiqishi mumkin bo'lgan mayda-chuyda xarajatlar bor. Ularni biz boshida hisobga olmaymiz, lekin vaqt o'tgan sari bu narsalar yig'ilib, 1-3 oy, 4 oydan keyin qarasanglar juda ham katta summaga aylanadi. Shuning uchun bu biznesni boshlashdan oldin xarajatlarni ikir-chikirigacha, mayda-chuydasigacha, o'sha aytaylik, hech kim qaratmaydigan xarajatlardan sizlarga misol qilib aytadigan bo'lsam, subscriptionlar, ya'ni programmalar pulli bilasizlar, programmalarga ishlatadigan pulgacha hisoblanglar. Qaysi programmalar kerak bo'ladi va ularning har birini oylik summasi qancha bo'ladi. Bu narsa faqat o'zingizga plus bo'ladi va qo'shimchasiga meni maslahatim finansiy podushka olinglar, ya'ni startup narxidan bir 20-30% kamida sizlarda finansiy podushka bo'lishini men tavsiya qilaman. Ertaga shu orqali qiyin vaziyatga tushib qolmaysizlar va shunaqa kutilmagan holat yuz bergan taqdirda ham sizlar bilan vaziyatdan tez chiqib ketasizlar. Ikkinchisi, xatolardan yana bittasi deb ayta olaman. Balki kimdadir bu narsa xato bo'lmas, balki kimlardadir bo'ladi ham bu narsa. Bu mol-mulkini sotish orqali investitsiya qilish yoki bo'lmasa qarz olish orqali investitsiya qilish. Shu sohada bo'lib turgan kompaniyani yurg'izishga ko'zi yetadigan odam bu biznesni boshlashdan oldin mana shunaqa mol-mulkini, uyini yoki mashinasini yoki bo'lmasa tanish bilishidan qarz oladi. Bu juda ham riski. Sababi tracking biznesini o'zi bu juda riski biznes deb aytaman. Shuning uchun ham bunaqa riskli biznesga pul tikayotganda juda ham ehtiyot bo'lishingiz kerak. Bu o'xshashi ham, o'xshamay qolishi ham mumkin, kutilmagan holatlar ham yuz berishi mumkin. Shuning uchun ehtiyotinglarni qilib qo'yishingiz kerak va oxirgi pulingizga yoki qarzga olib kompaniyani ochib boshlashni maslahat bermagan bo'lardi. Agar sizda o'zingizni shu paytgacha yig'ib qo'ygan pulingiz bo'lsa, qanaqadir aynan shu biznesni boshlayman yoki boshqa narsa qilaman deb ortiqcha yig'ib qo'ygan pulingiz bo'lsa, o'sha pulga ishonib, o'sha pulni investitsiya qilib bu biznesga kirsanglar bo'ladi. Sababi ertaga o'xshamay qolgan taqdirda ham o'sha pulga kuyasizlar, lekin qiyin vaziyatga tushib qolmaysizlar. Ya'ni qarzim bor, yana misol uchun minusga kirib ketdim, uni ustiga qarzim bor yoki uyimdan, mol-mulkimdan ajralib qoldim degan narsalarni oldini olgan bo'lasizlar. Keyingi yana bitta narsamiz borki, startapni investitsiya qilayotganda ko'pchilik pulni track treylerni sotib olish uchun ajratadi. Va bu yerda tavsiyam nimaki, bu biznesni boshlayotganda iloji boricha kam miqdordagi pul bilan boshlang. Sababi bu aytganimdek yana bitta risklari ko'pligi uchun ham hali siz uverimmassiz, bu biznesni endi boshlamoqchisiz, ko'rmoqchisiz qanaqa ketadi, sizda o'xshaydimi, o'xshamaydimi. Shuning uchun shoshmang track sotib olishga. Buni o'rniga meni tavsiyam nimaki, arendaga olish. Arendaga rider penniski bermaydi-yu deyishinglar mumkin. To'g'ri, boshida qiyin, ular bilan setup qilib, biznesni yurg'izib, misol uchun 2-3 yil bo'lishingiz kerak, ulardan arendaga olish uchun. Lekin Yevropani yoki bo'lmasa shu o'zbeklarni o'zi ham hozir
juda ko'p kompaniyalar bor. Sizlarga ko'chadan rentga mashina olsanglar bo'ladi. Depozit bilan depozitsiz. Misol uchun aytsak, o'sha litovistlarning kompaniyasi Super Ega degan kompaniyani bilardim. Aynan hozir beryaptimi yo'q bilmayman. Yaqin oragacha berardi. Misol tariqasida keltiryapman. Narxi biroz qimmat bo'lishi mumkin. That's okay. Ya'ni bu boshlanishida shunaqa bo'lishi mumkin, lekin keyinchalik siz uverim bo'lib, biznesni yurg'izib ketganingizdan keyin bularni qaytarib berasiz. Qimmat olgan ekipmentlaringizni o'rniga sotib olish ko'rasizlar yoki bo'lmasa lizga yoki bo'lmasa arendaga olishni optionlarini ko'rasiz. Bu startapni boshlang'ich narxini, investitsiyani summasini kamaytirish uchun sizlarga maslahat. Lekin siz owner operator bo'lsangiz, o'zingiz Amerikada bo'lsangiz, sizga mashina baribir kerak bo'lsa, olsangiz ham bo'laveradi. Buni katta differensi yo'q. Agar o'xshamaganda ham tracking kompaniyangiz o'zingiz haydashingiz mumkin yoki bo'lmasa yana driver qo'yib, o'sha yerda o'zingiz qarab, shunaqa qilib vaziyatdan chiqib ketishingiz mumkin, lekin bu biznesni boshlayotganda baribir kamroq pul bilan boshlash kerak. Buni yo'llari bor. Misol qilib aytadigan bo'lsam, biz bu biznesni sherigim bilan hozir 200 dan oshiq, 250 ga yaqin trakimiz bor. Mendan $7,500 sherigimdan investitsiya bilan boshlaganmiz. Tushunyapsizlarmi? $7,500, $15,000 qo'shganda $15,000lik biznes qanchalik o'stira oldik? Ya'ni qayerga keldi? Hozir misol uchun yiliga 50-60 million obrot qiladigan kompaniyagacha yetib keldi. Shuning uchun yaqinlarim, tanishlarim mendan so'raganda men har doim teskarisini maksimalni iloji boricha save qilib, eng kam pul bilan bu biznesga kir, 1 yil, 2 yil ko'r. Agar ishonching komil bo'lib, ishlar yaxshi ketaversa, undan keyin sekin-sekin investitsiyani kuchaytirasan degan har doim tavsiyamni berib kelaman. Demak, umumiy olganda shunaqa moliyaviy tomondan xatolar bo'ladi. Endi kimgadir bu katta zarar keltirish mumkin, kimgadir bildirmasligi mumkin, lekin bu narsalarni oldindan o'ylab, shu narsalarni hisobini olib bu biznesga kirsanglar, o'ylaymanki, ancha pulinglarni, vaqtinglarni kelajakda tejagan bo'lasizlar. Ikkinchisi bu men mutaxassislikda biznesga o'tishdagi illyuziya deb aytaman. Aytaylik, siz eng zo'r dispatchersiz, dispatcher managersiz yoki project managersiz yoki safety mutaxassisi, insurance mutaxassis yoki bo'lmasa bu biznesda bir necha yildan beri haydovchisiz, truck driver bo'lib ishlaysiz. Ya'ni biznesni umuman olganda yaxshi tushunasiz, bu biznesda qanaqa ishlashini va o'zingizni kompaniyangizni ochish uchun ambitsiyangiz bor, o'sha qarorga keldingiz, ochmoqchisiz. O'sha yerda ko'pchilik o'ylaydi, o'sha o'zimning mutaxassisligim bilan zo'r bo'lgan hisobiga bu biznes zo'r yurib ketadi degan illyuziya bo'ladi. Bu har doim ham bunaqa emas. Har doim ham bu to'g'ri bo'lib chiqmaydi. Shuning uchun bu illyuziyani yo'qotib, men endi misol uchun o'zimning sohamda zo'r ishladim, hamma narsani bilaman. Endigi meni pozitsiyam bu biznes egasi bo'lish. Demak, biznes egasi bo'lish uchun qanaqangi qobiliyat, qanaqangi talablari borki, men ularni ozgina bo'lsa ham o'rgansam va u ishda ham o'zimni omadimni sinasam, omad qozonsam degan narsa bilan qarash kerak. Demak, siz biznes egasi bo'lishga o'tganingizdan keyin ko'pgina narsalar sizdan talab qilinadi. Dunyo qarashingizni ham, boshqaruvingizni ham, kerak bo'lsa xarakteringizni ham ozginagina o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Bu narsaga yoki boshidan tayyor bo'lib kirasiz, yoki holatni o'zi keyinchalik sizni majbur qiladi. Buni iloji yo'q. Biznesingizni o'ylaysizmi? Biznesingizni rivojlantirmoqchisiz? Joyi kelganda yumshoq odamsiz, qattiq qo'l bo'lasiz. Joyi kelganda xarakteringizni o'zgartirasiz. Yo'q deyishni bilmaydigan odamsiz? Ertaga sizni ishchilaringiz yo'q deyishga ham ko'ndiradi. Shu narsaga majbur bo'lasiz va tushunib yetasiz. Shuning uchun o'zingizni sohangizdagi mutaxassissiz, yaxshi ishladingiz, keyingi etapga o'tishingiz uchun bu o'zim sohamdagi olgan bilim yetadi. Bo'ldi, men faqat mashinaga qarayman, qolgan narsalarni outsource, boshqa narsalarga berib yuboraman. Quloqim tinchiydi, kompaniyam gullab ketadi degan illyuziyadan salgina chekinib, keyingi bosqichga, bu keyingi siz uchun challenge, o'shanga tayyor bo'lib, odamlarni boshqarish, shunga o'xshagan narsalarni ozgina o'rganib, o'zingiz ustingizda ozgina ishlasangiz, bu sizga faqatgina plus bo'ladi. Hech qachon hech narsa yo'qotmaysiz. Keyingi uchinchisi bu va'dalarga ishonib biznes boshlash. Aytaylik, bu biznesda yaxshi ishlab turgan mutaxassis yoki yaxshi ishlab turgan trak haydovchisi o'rtasida sodir bo'ladigan narsalar. Misol uchun,
yoki u tomon bu tomonga, bu tomon u tomonga taklif bilan chiqadi. Aytaylik, mutaxassis trak haydovchisiga aytadi, "Men yaxshi dispetcherman, yuklarim juda ham ko'p, liniyalarim bor. Biz tashiyman hamma yoqni, davay tracking kompaniya ochaylik, men o'zim qarab beraman, siz bo'ldi, ochsangiz, nomingizga ochsangiz bo'ldi, men u yog'ini o'zim ushlayman" degan taklif bo'lishi mumkin. Yoki safety mutaxassisman, kompaniyasi hech qachon safetysi ko'tarilib ketmaydi. Insurance mutaxassisman, xuddi yoki rekruterman, trak driverlarni sizga to'ldirib tashlayman. Yoki bo'lmasa trak haydovchisi ham, sohada men 10 yildan beri ishlayman, ochsak gullatib yuboramiz bu kompaniyani degan narsalar va'dalar bo'lishi mumkin sizga, siz investor bo'lishingiz mumkin yoki boshqa odamga. Bu va'dalarga ishonmang, hech qachon hech kimning va'dasiga ishonmang. Bu sohada aynan bugun ishlayotgan narsa ertaga ishlamasligi mumkin. Bugun bor yuklar ertaga bo'lmasligi mumkin. Bugun bor trak driver ertaga вообще-то sizga dushman bo'lib qolishi mumkin. Bu narsani hech kim bilmaydi. Shuning uchun hech kimning va'dasiga unaqa ishonib qolib, bu biznesga kirish kerak emas. Asosan va'da bergan odamlar bilan biznes qilmang demoqchi emasman. Qiling, faqat B planingiz bo'lsin. Misol uchun har doim miyangizda o'ylashingiz kerak, bu odam aytgan ustidan chiqmasa, men bu biznesda qola olamanmi? Men bu biznesni davom ettira olamanmi? Bu biznesim 5 yil, 10 yil, 20 yil oldinga qarab ketaveradimi degan narsani o'ylashingiz kerak. Shuning uchun men tavsiyam har doim plan B bo'lishi kerak sizda. B planingiz bu o'zingiz anglab yetishingiz kerak, ozgina tushunchangiz bo'lishi kerak. Bu sohaga kiryapman, bu sohada mana shu va'dalar bo'ldi, lekin bu va'dalar o'xshamagan taqdirda ham menda plan B bor. Mutaxassislarni yollab, outsourcelar qilib, vaziyatdan chiqib keta olaman, bu kompaniyani o'stira olaman, bunga aminman degan maqsad bilan kirishingiz kerak. Shunda bunaqa vaziyat sodir bo'lmaganda ham sizda hech bo'lmasa plan B bo'ladi va biznesingizni asrab qolish imkoniyatingiz bo'ladi. Chunki bu biznes birdaniga kirib, pulini yeb, pulini olib, birdaniga mahsulot bermaydi sizga. Bu biznes uchun avval siz 3-4 yil, 5 yil ishlashingiz kerak, yaxshilab ishlashingiz kerak. Undan keyin mevasini sekin olishni boshlaysiz. Bo'lmasa o'zidan o'zi pul tikdim yoki boshqa qildim, bu biznesdan ertaga menga daromad oqib keladi degan narsalar bu xom gaplar, bo'lmagan gaplar. Bu biznes juda ham riskiy biznes. Keyingisi 4-inchisi biznesni birovi nomiga qurish. Ya'ni bu ko'proq O'zbekistonda bo'lib, xuddi o'zimga o'xshab O'zbekistonda yashaydigan, Amerikada yashamaydigan odamlar uchungina, chunki ularni ham menga o'xshab ko'pgina bizneslari bor. Ular ham trackingga ko'pgina xuddi shunaqa menga o'xshagan odamlar kirishgan. Birovni nomiga ochib, birovni nomiga yuritayotganlar ham bor. Buni o'zim ham eshitganman, buni tanishlarim ham bor даже. Men ularga ham har doim sizlarga bermoqchi bo'lgan tavsiyalarni berib kelaman. Demak, holat qanaqa bo'ladi? Aytaylik, O'zbekistonda biznesi juda ham zo'r biladi, kompaniyani ochib yurg'izishga uje aqli yetadi. Hamma narsasini o'rganib olgan, connectionlari bor, networking bor, hammasi zo'r, faqatgina biznesni ochib yurg'izish kerak. Bunaqa vaziyatda ko'pchilik birinchi bo'lib qarindosh urug', tanish bilish, oshna do'sti yoki tanish trak haydovchisini murojaat qilishadi. "Aka, men sizga pul beraman yoki kelishaylik, sizni nomingizga shu biznesni ochaylik, men yurg'izaman. Men o'zim shunaqa biznes qurmoqchiman. O'rnira bitta o'zim bo'laman, lekin sizga oyma-oy pul berib turaman" yoki bo'lmasa qanaqa kelishsa, shunaqa kelishuv asosida ko'pincha kelishuvlar bo'lib turadi, kam bo'lsa ham, lekin bu yerda xatolik birovi nomiga biznesni qurish bu juda xato. Sababi u odam sizga xo'p deyishi mumkin. Hozir boshlanishida summalar kichkina bo'ladi, naloglar kichkina bo'ladi, lekin keyinchalik muammolar kelib chiqishni boshlaydi. Qachon desangiz, misol uchun oddiy hammasi yaxshi ketganda ham u odamni nalogi oshgani sari, ya'ni sug'urtasini ertaga medical sug'urtasi o'zini oilasi uchun uni summasi oshib ketadi. Misol uchun u yoqdan muammo chiqishi mumkin. Xudo ko'rsatmasin, avariya sodir bo'ladigan bo'lsa, bu odamning tinchlik buziladi. Bu yoqdan chiqishi mumkin. Har qanaqa siz qiladigan biznesni ertaga ziyoni u odam u yerda yashaydigan odamga kelishi mumkin. Bu yoqdan vaziyat chiqishi mumkin. Yoki bo'lmasa prosta tak yaxshi foyda bo'layotganda u odamning fikri o'zgarib qolishi mumkin. Shuning uchun bankka shuni accessni olib qo'yishi mumkin. Bankka bitta borsa, nomidagi bankka xohlagan bank requestini qilib beradi. Shuning uchun birov nomiga biznes ochish bu crazy, bu juda xato. Bu juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. Sababi siz
ertaga 3-4 yil umringizni shu biznesga berasiz, mevasini berishni boshlagan paytda shunaqa ko'ngilsizliklar bo'lib qolsa, bu juda ham xunuk narsa. To'g'risi, qaytib yana shu narsani qurishingiz uchun bilmadim, qanchalik nervingizni saqlab qolgan bo'lishingiz kerak, tasavvur ham qila olmayman to'g'risi. Meni tavsiyam nima? Bunaqa holatlarda sherik topish, yaxshi sherik topish, o'zingizga mos sherik topish. Hamma narsasini tekshirib, zo'r bitta sherik topib, Amerikadagi odam bilan sherik bo'lish. U odamning nomiga hamma narsani qurib, prosta pul beraman emas, sherikchilikda ishlash kerak. Eng zo'r usul. Meni o'zim ham xuddi shu narsani tanlaganman. Ya'ni Amerikada emasman, O'zbekistondaman, biznesni yaxshi tushunaman, biznesni o'rganganman, lekin birov nomiga qura olmasdim bu narsani. Hech qachon qilmagan bo'lardim. Shuning uchun yaxshi sherigimiz bilan topishganmiz, kelishganmiz va hozir kungacha ham, misol uchun 5 yil ichida birga sherikchilikda ishlab kelamiz. Shuning uchun bemalol bu narsani boshqalarga ham tavsiya qilaman. 5-xato sherikchilikdagi xatolar. Endi bundan oldingi tavsiyamda sherikchilik qilishni maslahat berdim, tavsiya berdim, lekin sherikchilik qilishayotganda ham ayniqsa o'zbeklar juda ham ko'p xatolarga yo'l qo'yishadi. Birinchisi, bu sheriklar yozma dogovor qilib olmaydi. Kimdirlar qilishi mumkin, 99% bu o'zbek biznesmenlarning orasida uchraydigan holat, yozma kelishuv bo'lmaydi. Bu juda ham xato. Keyingisi, moliyaviy majburiyatlarini bir xilda taqsimlashmaydi. Misol uchun O'zbekistondagi bilan Amerikadagi odam sherik bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistondagi odam mehnatimni tikaman, narigi odam pul tikaman degan holatlar ko'p uchrab turadi. Bu xato deyman. Ikkita odam biznesdagi ulushidan kelib chiqib, birga bir xil summani moliyaviy tomonni ham joyiga qo'yib qo'yish kerak. 50-50 mi startap kostini, investitsiyasini 50-50 ko'tarish kerak. Misol uchun 30-70 mi 30-70 ko'tarish kerak. Moliyaviy tomondan bir xil pul qo'yish ko'pincha yaxshi deb o'ylayman. Bu meni tavsiyam. Keyingisi bo'lsa, hamma kirayotganda foydani qanaqa taqsimlaymiz? Misol uchun 30-70 mi, 50-50 mi degan narsani kelishib olishadi. Gap yo'q. U bo'yicha kelishuv bo'ladi, обязательно video orqali nimadir qilib qo'yishadi. Lekin zararchi. Agar zarar bo'lsa, bu zararni qanaqa qilib qoplanadi degan narsa yo'q. Shuning uchun sizlar foydani taqsimlashni kelishishdan oldin birinchi bo'lib zararni taqsimlashni kelishib olinglar. Misol uchun kompaniya bu yilda qanchadir summaga ziyonga chiqsa yoki zararga chiqsa, bu pulni qanaqa qilib qoplaymiz, qanaqa foizdan tashlaymiz degan narsani kelishib olish bu albatta muhim. Undan keyin oxirida foydani taqsimlash qochib ketmaydi. Uni bemalol taqsimlab olasizlar. Undan muammo bo'ladi deb o'ylamayman, to'g'risi. Xuddi shular narsalar asosida exit strategiyasi bo'yicha ham, ya'ni ertaga kimdir chiqib ketaman deganda ham buni javobi oldindan bo'lsin. Kimdir biznesni tashlab chiqib ketmoqchi bo'lsa, qanaqa chiqib ketiladi? Bu narsani ham kelishib olish juda ham muhim. Hammasini, mana shu aytilgan narsalarni bitta qilib yozma shaklda yoki videoga olib yoki yozma shaklda ertaga qanaqadir bir-biri bilan tushunmovchilik bo'lganda, mana misol uchun sherigim, "Mana bunaqa kelishuvdik biz, bunaqa kelishuv bo'lgan edi bizning o'rtamizda" degan narsa bo'lish uchun shunaqa kelishuvlarni qilib qo'yinglar. Bu ishoninglar, biznesinglar katta bo'lib ketgandan keyin ancha sizlarni asraydigan, biznesinglarni ham uzoqroq vaqtga olib borishga, sherikchilikni ham uzoqroq vaqtga olib borishga ishlaydigan bitta faktor bu. Demak, o'zbeklarni bilasizlar, ko'p bitta gapi bor, sherikchilikni osh tatimas deydi. Bu unga qo'shilmayman. Qachonki siz to'g'ri sherikchilik asosida ishlasangiz, bu undan zo'r narsa yo'q to'g'risi. Bitta o'zingiz kompaniya ochganingizdan ko'ra yaxshiroq sherikchilik bilan ishlash. Chunki bu biznes, bilasizlar, komanda kerak. Bunga kuchli odamlar kerak. Sizni atrofingizga kuchli odamlar kerak. Bitta o'zingiz hamma narsani kontrol qilishingiz nerealniy narsa. Shuning uchun bu yaxshi sherigingiz bo'lishi bu faqat plyusga ishlaydi. Qachonki siz hamma narsani sherigingiz bilan kelishib olib, u bilan mindsetingiz bir xil, biznesni bir xil ko'rasiz, niyatingiz bir xil, xolis, ya'ni bir xil bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu narsa minusga ishlaydi. O'sha narsalarni e'tiboriga olib qo'yish kerak deb aytaman har doim. Umumiy qilib, meni o'zimni tajribamdan kelib chiqib, hayotda shu menga beriladigan savollarning ichida ko'rayotgan xatolarimni sizlarga qanaqadir darajada muammolar va yechim tariqasida berib ketdim. Umid qilaman, bu xatolarni o'ylab, ozgina bo'lsa ham
boshida biznes qurishdan oldin shularga yechim qilib qo'yishingiz bu faqat sizni plyusingizga ishlaydigan narsalar deb o'ylayman va o'ylaymanki bu tavsiyalarim sizlarga ancha kelajagingizda vaqtinglarni, pulinglarni asrab qoladi deb o'ylayman va kimki bu sohaga kirmoqchi bo'lsa, faqatgina omad tilab qolaman, chunki o'zbek communityni bu sohada o'sishi faqatgina plyusga ishlaydi agar ular hammasi chin dildan qonuniy hammasini to'g'ri qilib qilsa. Bilasizlar, hozirgi kunda bu biznesda o'zbeklarni statusi ozgina tushgan deb ayta olaman. Amerikada, O'zbekiston даже ko'pgina platformalarda red flagga chiqqan, ya'ni O'zbekistondan turib IP orqali kirsangiz, sizni blok qilib qo'yishadi kompaniyangizni. Bu juda ham yomon, lekin hamma bunaqa emas. Orada shunaqa narsalar bo'ldi, o'zbeklar shunaqa qilishdi va status shunaqa tushib ketdi. Faqatgina biza endi bu yog'iga biznesga kirib kelmoqchi bo'lganlar ham yoki shu biznes ichidagilar ham biza harakat qilishimiz kerak, o'sha statusimizni qaytarishimiz. Chunki o'zbeklar kommunikatsiya bo'yicha zo'r, mehnatkash, hech qanday mehnatdan qochmaydi, ko'pgina muammolarni vaqtida zo'r yechimlar topa oladigan xalq deb bilaman va ertaga bu narsani isbotlasak, faqatgina buni biza bu biznesda statusimizni tepaga ko'taramiz. Shuning uchun har doim sizlarga xatolar, yutuqlar to'g'risida bu aynan shu biznesdagi berib borishga, ular haqida ma'lumot berib borishga, shu biznesda o'tgan yo'limda men qilgan yoki biza qilgan xatolarni boshqalar qilishini xohlamaymiz, to'g'risi. Shu haqida videolar chiqarishda davom etamiz va shu o'zbek communityni, o'zbeklarni tracking biznesda qo'llab-quvvatlashda har doim davom etamiz. Hammanglarga ajratgan vaqtinglar uchun kattakon rahmat. Agar video yoqqan bo'lsa, tavsiyalarimga sizlar ham qo'shilsanglar, videoga bitta like bosinglar, Shoh Logist kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Agar obuna bo'lmasdan tomosha qilayotgan bo'lsanglar, kelajakdagi videolarimizdan notification bormaydi, qolib ketishinglar mumkin. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, kelajakda chiqadigan har bitta videomizdan xabardor bo'lib turasizlar va ishonaman, bu sizlarga ancha value, ya'ni qiymat bera oladi deb umid qilaman. Hammanglarga rahmat.